Assalomu alaykum Xorazm ahli. Qazaras baxtli, yaxshimisizlar? Sog'liqlar. Yaxshimi? Ishlanchik, jonlimisizlar? Bugun Xudo buyursa, tumanimizda yegana bir dona yuragi bo'lgan Yangi Hayot mahallasidamiz. Xudo buyursa, yine yakunini yetirdi. Görüp turganlarınız için. Ustalamiz İlhanbay, İslamboy yine xizmat ko'radi yaptılar. Tumanımızda yegana yuragi bo'lgan Yangi Hayot uchun bitta like'lar bosamiz. Mana istoriyalar tarqatib qo'yamiz. O'rinda Ozodbek Nazarbekovning bir ashlasini qo'yib berish. Dunyo yarashama. Vatan üçün ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha. kim yurtiga sodiq tursa, Mendirman o'sha. kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha. kim yurtiga sodiq tursa, Mendirman o'sha. Mendirman o'sha. Yurtim har qarich yeri orimdan ulug', suygan farzandlarimdan yorimdan ulug'. Nada or, nada yor, borimdan ulug'. Ming jondan bu tuproqning har gardi afzal. kim uni ko'zga sursa, Mendirman o'sha. kim uni ko'zga sursa, Mendirman o'sha. Mendirman o'sha. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga, yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga, yigit uchun vatanda yashamoq go'zal. Kun keladur yovlarning bog'i so'lgaydir, vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydir. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydir, millionlab mangu berdi bo'lar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Parvardigor, shu bugungi yutuqlarimizni Alloh o'zi muborak eylesin. Shu izil tirkovga bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, boshimiz omon bo'lsinlar. Shu Xudo xolasa keyingi o'yinlarda men ham bundan da davrlarimiz kengayib, bundan da chiroyli bo'lishni Alloh o'zi nasib eylesin. Shu barcha xizmat qilganlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Barcha qilgan mahalladoshlarimiz qilgan sadaqalarni Alloh dargohida qabul eylesin. Barchalarimizni Parvardigor iymonda, islomda sobit eylesin. Dunyo va oxiratdagi yaxshiliklarga muyassar eylesin. Shu qilayotgan shu yo'llar barchalarimizga bizga muborak bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda, to'ylarda, shu chiroyli kunlarda, shu yo'llarda xizmat qilish barchalarimizga nasib eylesin. Barcha shu yosh yigitlarga shu yaxshi kunlarda bizga ham xizmat qilish Alloh taolo bizga yetkazsin shu kunlara. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Allahümme kullan zulmü zulmü bareke anta hayrul muzil. Allah özü mübarek eylesin. Allahu ekber. Assalomu alaykum.
Yolçalarımız azam bile yol ilipleyin diye tuttular. Şuna halka düşündürün, ben 5 tane yolam avat boyatır. Ondan çıkıp getir. İban tarafı o pişlerinden. Arayan taraf büyük semadan şunu bir halka bir düşündürüp aytıp berin. Hurmatly yurtdoshlar, yine yo'l qurilish munosabati bilan yo'llar ilinib turadi. Iltimos, mushayt bermanglar. Yo'lchilar o'zini ishlarini etsin. Sifatli ve acayip yo'l bo'ladi, xudo xolasa. Nasib etsa. Havo qishda ba'zi acayip, yine issiq havoda yaxshi bilishadi. Shuning uchun qisirishma etmeyin. Yo'llar ilinadi vaqtincha. Hava şehitten bunu tapşıracaklar bir yere. Aytdan buni topshiradilar, xudo xolasa. Birinchi stadiyada topshiracaklar. Shunga iltimos yurtdoshlar, boshqa aylanma yo'llardan foydalanib turinglar. Xudo xolasa. Keyin yana bir iltimos, yine yo'llar boshlandi mablag' bilan, xudo xolasa. Bilasizlar, bir 15-20 gün keyin boshlandi. Sababi kommunal to'lovlar, bu soliqlar. Iltimos shu soliqlarni ham to'lab turinglar. Yarısını to'ladim deb orqaga o'tirmanglar. 100% to'layinglar. 100% to'lasangizlar, shu yo'l sizlarga qissalarınız bo'ladi. Xudo xolasa. Dostlar, Yangi Hayat mahallesinin yolunu düzeltiş başlandı. Open budjette tutulgan yol edi bu. Cedellik bilen başladılar bunu. Cedellik bilen başladılar. Beyrem